O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 3-fevral kuni nogironligi bo'lgan bolalarga ijtimoiy xizmat va yordam ko'rsatish tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 41-sonli qarori qabul qilindi. Qarorga ko'ra, 2025-yil 1-martdan tajriba sinov tariqasida bosqichma-bosqich Qoraqalpog'iston Respublikasi, Andijon, Qashqadaryo, Samarqand, Surxondaryo va Toshkent viloyatlari hamda Toshkent shahrida 2025-yil 1-oktyabrgacha respublikaning qolgan hududlarida 3 yoshdan 18 yoshgacha nogironligi bo'lgan bolalar uchun davlat xususiy sherikligi asosida kunduzgi parvarish xizmati yo'lga qo'yiladi. Bunda nogironligi bo'lgan bolalar kunduzgi parvarish xizmatiga ularning ota-onalari bilan Inson ijtimoiy xizmatlar markazi o'rtasida tuzilgan ijtimoiy shartnoma asosida hamda psixologik, tibbiy, pedagogik komissiya tomonidan belgilangan tartibda berilgan xulosaga muvofiq qabul qilinadi.